Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan bugun Tashkent Index avtomobil mashina bozoriga tashrif buyurganman. Xo'p, bu yerdagi avtomobillar narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Bu yerda qanday avtomobillar bor, narxi necha puldan, avtosalondan farq qiladi, farq qilmaydimi, garantiya bormi, yo'qmi bu yerda hammasini sizlarga qisqacha aytib o'taman. Xudo xohlasa videoni ko'rishni davom eting. Ekrandan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz undan ham Index avtomobil bozoriga qarab yo'l oldik. Birinchi bo'lib City Seal avtomobil sotadigan hozir anaqa joyga keldik. Ko'rib turganingizdek bu yerda Voyage, BYD, C-Line emas, Seal gibridlari, Beijinglar, mana bu yerda ko'rib turganingizdek Lilar, Aito, BMW har xil turdagi avtomobillar bor ekan. Biz uni ham birinchi bo'lib Ko'snikamizdan so'rashni boshlaymiz. Assalomu alaykum, brata. Voyage, free. Деньги? Voyage Free 37500. 27500. 37500. 37500. 2025 318 salik full pozitsiya brata. Full позиция 25-25. Hop, Lisyang, Nissan L6 L6, рестайлинг. Restyling, Позиция Pro Pro позиция. 45 тысяч. Пробег нету? Пробег нет, новый. Новая машина. Новая машина Янги. Болды. Это Ли- у нас Li 7, тоже, Li 7. тоже Pro. Pro, Получается, mana Li 6, тоже рестайлинг. Restyling. Кофейный салон. Кофейный салон. Кофейный Пробег салон. нету? Пробег нет, новая машина. Новая машина. Порог нету? Нет, это Pro. Позиция. Pro позиция. Pro Да, да. позиция. Деньги? Деньги 55 тысяч. 55 тысяч. 55 А. тысяч. Li 9, Литокус у нас получается ультра. Ultra, А, до Restyling. До рестайлинга, да, 65 тысяч. Серый, оранжевый. Мокрый асфальт, оранжевый. Салон. Еще есть Qora чёр- garanji, mokriy apelsin saloni bor ekan. Окончательный деньги? 65. 65. Еще есть черный на Чёр- оранжевом. Черный Ultra. есть и оранжевый есть. Да, А, чёрный, год? да. 25. 25. 2025 yilda ishlab chiqarilgan. Hamma rangidan bor ekan. Xudo xolasa akamiz domenini yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqarasizlar. Li 9 do Restyling qidirib yurgan akalar. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Aito M9 avtomobili. Это бэушник машина? Да, это машина с пробегом. 9500 пробег. Тоже простая позиция. Max позиция. Нет, не макс позиция, простая позиция. Простой. Простой. А. Pro. С пробегом Да, машина? с пробегом 9500 километров. 9500 тысяч. 9900, 10000. 70 тысяч А. не окончательно. 10000 yurgan avtomobil. Уступка есть. Брони пленка есть машина или нету? Есть. Полный кузов брони пленка. Есть, да. Цену? 70 тысяч. Еще есть уступка. Yana naqd pul bilan kelsa, yana tushib berasiz. Да, есть уступка. Hop, BMW avtomobili bor ekan. Keyingi avtomobilimiz hop, BMW. BMW это, Benzin или электро? это бензин. Benzin, Полностью машина, да, бензине. да. Full пакет. M-пакет. M paket eng full pozitsiyasi. full пакет. M3, X3. X3. Hop, M3 avtomobili ekan, eng full pozitsiyasi. Restyling, Full позиция. full pozitsiya. Отлично. 2 turbo. Qaranglar akalar, mashina xullas bomba ekan. Hop, растаможенный summa. Растаможенная уже машина, готовая. 95 тысяч долларов. 95. Да, 95. $75,000. Да, топ-атора. $75,000 bo'lsa beraveramiz deyapti akalar. Probeg netu. Нет, пробег нет. Probeg yo'q, yangi mashina akalar, ko'rib tursanglar. O'zbekistonda bitta bo'lsa kerak-a? Да, она одна. O'zbekistonda bitta dona ekan, ko'rib turganingizdek mashina xullas idealni. Xudo xolasa agar obzorini mana shu mashinadan qilamiz desanglar, kommentariyada yozib qo'ysanglar, xudo xohlasangiz men sizlarga ushbu avtomobilda obzorini ko'rsataman. Hop, keyingi avtomobilimiz Denza N9. Денза, да. Это у нас она 7-местная. 7-место. DMI двигатель. DMI. DMI, да, это у нас BYD, да? BYD, да, Denza. Получается. Это пробегом машина, брата? Не, машина новая, пробег если есть, то маленький, может быть 800 километров или 600 километров. 600 Я километров. уже не помню. Hop. Год. Год 25. 25 года. Пробеги ko'p bo'lsa ekan. Dengi, brata? 72. 72. 72. Hop, 72 tisicha agar naqd pul bilan kelsanglar ushbu avtomobildan kelishtirib beramiz. 6 to'rt o'rindiqli ekan. Buni ham aloqaga chiqarasizlar. Mehmonxonalarga olsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamiz hozirgi kunda Malibuga raqobat bo'layotgan avtomobil. Hop, elektr polni. Полный электрозапас хода 880 Ana. километров. Zapas kodini 880 km yuradi. Duh motorni, ya'ni adli motor. Моторный.
Одномоторный. Компания Geely. Да, компания Geely. Производит Модель Robocar. Робокар, да, и производится на одном заводе вместе с Zikr 001. Zikr. Zikr 001. Ага. Подвеска, батарея, и там внутренности тоже все Zikr 001. Batareykalari полный manellari, xullas. Shassi bilan batareykasi Zikr 001 bilan bir xil ekan. Xo'p, dengi brata? 30 тысяч. 30 тысяч, 33 ming dollar. 30 тысяч. Сегодня. Новый год китайский. 30 А. тысяч скидка. Xo'p, 30 ming dollar, 30 ming, 33 ming dollarda paysasiga qarab narxi bor ekan. Buni ham aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, god 24 год. 24 god. Генератор. 2024 yil ishlab chiqarilgan mashina ekan. Malibu doniga bemalol bosib o'rsanglar bo'ladi. 880 km. Oho, demak, vohaga ham ketsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamiz akalar Honda nima degan? NC2 xullas. Honda NC2 degan ekan. Bu shahar ichiga tirik keladi. Unga yaxshi model deb o'ylayman. Dengi bratан buni? 26. 26. Sa пробегом нету? Пробег есть 5000. 5000, 5000 km yurgan mashina. Dengi? 26. 26. 26 ming dollar. Ya'ni endi bu akamiz men Jarusdan bilmayman, to'g'ri tushunasizlar. 26 ming dollar. Elektr polni. Полный электр. Qancha yuradi? 500. 500 km. 500 km yuradi. Narxi 26 ming dollar. Krashini net krashini. Kraskasi top toza, bemalol yana tekshirib olsanglar bo'ladi. Narxi 26 ming dollar. Hop, keyingi mashinamiz Voyage Courage. Bu elektr двухмоторный, 570 km yuradi. Dengi barata? 28500. 28500. Bu новый mashina, новый? Один год гарантия есть. Avtosalon. Da. 1 yil garantiyasi bilan polni ko'rib turgan hamma mashinalarni 1 yil garantiyasi bilan qilib beradi. Keyingi mashina Hi-Fi avtomobili. Пробегом mashina есть? Пробегом машина. Hop, 25 тысяч пробег. 25, 15300. 25 min. 25300. 25000 km masofani bosib o'tgan mashina. Hop, 100% elektr. Электро. Qancha yuradi? 520, 530. Hop, 500-600 km atrofida yurar ekan. God 23. 2023 yilda ishlab chiqarilgan mashina ekan. Akalar bilsanglar, buni hozirda zavod уже закрыт. Hi-Fi. Hop, buni zavod yopilib ketgan, tepa eshiklar tepaga ochiladi. Hi-Fi degan modelimiz, mana ko'rib turibsizlar. Juda ham ajoyib, neobычный mashina, ichlarini qaranglar, ochishim ajoyib ekan. Yil 2023, 25300 yurgan. Dengi? Dengi? 38. 38 тысяч narxi. Xullas o'zingizlar bilib olasizlar akalar. Hop, keyingi mashinalarimiz Voyage Dreamer. Avtomobillari gibrid. Гибрид. Ikkosi ham gibrid. Гибрид. Hop, dengi brata. 61. 61 пробег нету. Новый mashina. Ikkosi ham yangi mashina. Bular endi mehmonxonalarga olsa bo'ladi-da. Черный и синий. Mana shu rangi zo'r ekan, neobычный rang ekan. Батарейка можно проехать. Qaranglar. Батарейка 184 километра. Расход топлива 3 литра на 100 километров. Отлично, отлично. Hop, dengi brata. 61. 61 год. Год. Hop, новый. Да, Новый. 25 год. Hop, bu yangilangan paysasi ekan. Adashmasam oldi dizaynlar ancha boshqacha bo'lgan. Bunda oldingilarda bunaqa dizayn chiqmagan edi. 2025 yil ishlab chiqarilgan ekan ushbu mashina ham. Hop. Mashina chempion. Это не моя. Bu akamiz mashinasi emas ekan. Anaqa Xiaomi. Xiaomi. Пробега или пробега нету? Пробег бор. Пробег бор. 1 миль. 10 мин. Машина полностью бронепленка. Полностью бронепленка. 25 год. 25, 2025. 25. 2025 yil ishlab chiqarilgan. Запас хода 830 километров. Dengi? Деньги 41 min. 41 ming dollarga ushbu mashinani olsanglar bo'ladi. Вообще bilasizlar, bu Miziki birinchi sotilgan o'zida bir kun o'zida 40 ming tamom mashina sotilgan. 41 ming dollarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolasa Kosteka MG 23 год. 23 Год. год. Пробег нету? Пробег нет, машина новая. Новый. Деньги? Запас хода 415. 300. 400.
kilometr. 300 kilometr, 400 kilometr atrofida yurar ekan. Dengi 18. 18 18 18. 18 ming dollar ekan kilo buni narxi. Shaharda ichiga menimcha yuvonaplardan ko'ra ancha yaxshi deb o'ylayman. Yili 23. Все автомобили Ha. уступкой бор. Ha. Есть скидка бор. Skidka bor. Xo'p. Akalar aloqaga chiqsanglar, ko'rib turgan hamma avtomobilga hozir narxini aytib o'tgan avtomobillar hammasiga chegirma qilib beramiz deyishyapti. Akamiz nomerni pastga qoldirib qolganmiz. Xudo xolasa biz ko'rib turgandek bu yoq tomonda ham mashinalar juda ko'p. Ularni ham narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom eting. Biz hozir yana boshqa avtosalonga o'tdik. Bu yerda Aslamnoy qanaqa mashinalar bor ekan? Depal S07 26 model, Depal Dorestyling, Hanel, Dolphin 08, G308, Zikr, Toyota'lar bor ekan. Xo'p, biz bo'lmasam Ibrohim aka bilan assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Birinchi bo'lib Depaldan boshlaymiz aka. S07 Dores Bezdop opsiya 215 max ekan, a? 215 max. Bu mashinani skidga qo'ydik. Narxini 26,5 ming qilib beramiz. 26500. Rusifikatsiyasi bormi? Rusifikatsiya, polik, zaryadning hamma narsasi bor. 26500 a? 26500, yili 25. Qanaqa ranglari bor buni? Buni shu rangi bor, keyin oranjiy saloni bor. Ha, qoraga apelsin, qoraga yashil. Yashil tset. Faqat shu qolgan. Ha, faqat shular bor. Qo'yamiz. Aksiyada 26500 dan shu avtomobilni xarid qilsanglar bo'ladi. Bonusiga hamma narsalarni qo'shib beradigan shu rusifikatsiya balovatda nimalari bo'lsa 26500 dollar. Xo'p, 26 modeli bor ekan bu, yangilangan. 28,600 Ha, 20 diskasi bu, 20 diskalik. Buni mana 19 ekan-a. Bunisi 19 diska. Ikkovsi ham pozitsiyasi bir xil. Pozitsiyasi bir xil. Faqat diskada farq qiladi. Ichidagi haligi, masalan, ikkita sidinada massaji bor, buni ham 3-4ta pozitsiyada chiqqan o'zi bu. Ha. 3-pozitsiyasi bor shunda, to'g'rimi? Shunaqa. Bitta 230 ultra, 230 ultra bitta masajli. Xo'p, bularning narxi necha pul? Bunisi narxi necha pul? Bunisi narxi necha pul? 28620 diskadagi. 28600. 19 28300 buni narxi. Xo'p, buni faqat diskasida farqi bor ekan akalar. Yili 2025 ikkovsini ham 26 model 28800 ga 28600 ga 28300 dollar. Ikkovsi bir xil. Endi polikini, zaryadkasini 1 yil garantiyasini beradi. Chunki bunga hali rusifikatsiya chiqmadi. Xo'p, keyingi mashina. ham bor. Hanel bu BU ekan-a? BUmi? Ha, bu 8,5 kilometr probeg bor. Xitoyda o'zi yurgan. Xitoyda o'zi yurgan, test drive'da Xitoyda test drive yurgan. Hop, 8,5 ming probegi bor, 701 kilometr. Yili 24 ekan-a? Ha, 24 12-oy. 24, past 25. Xo'p, buni narxi necha pul? Bu narxi 34 ming dollar. 34 ming dollar. Hanel qidirib yurgan akalarga bosib olsanglar bo'ladi. Qani o'zi? Handa o'zimi? Hanel emas-a bu? Ha, Handa o'zi 700 bittalik, Handa o'zi eng liderli, eng fullida. Shunda to'g'rimi? 700 bittalik. Haydab masajlari bor-a bundaymi? Masaj bor 34 ming dollar, ya'ni naqd pul bilan kelsa yana kamaytirib berasizlar. Yili 24 12-oy chiqqan, zaryadkasini qo'shib beriladi, polik qo'shib beriladi, salon tomonidan 1 yil yoki 20 ming probeg garantiya, YouTube shunga o'xshagan narsalarni yozdirib beriladi. Xo'p, Dolphin 08 Dorestyling 5 kishilik. Dorestyling. Xo'p, buni narxi necha pul? Buni 29300 qilib beramiz. Xo'p, nimalari bor buning ichida? Zaryadchik, polik, rusifikatsiya, 1 yil garantiya, parok. Ha, paroglar ham qo'shib berasizlar. Xo'p, parog Ko'p-ko'p qilib tayyorlab beramiz. tayyorlab, xo'p, buni yana naqd pul bilan kelsa necha berasizlar? Yana hozir gaplashib beramiz. Buni qanaqa ranglari bor? Buni qora oranjiy, oq oranjiy ranglar qo'ygan. Qoraga apelsin bilan oqga apelsin. Qoraga qora, oqga qoralar yo'q. Xo'p, buni qanaqa rangi bor? Faqat shundan bitta donami yoki? Faqat bir dona qolgan. Ha. Bunda yana kirib keladi. Xo'p, bundan bitta dona bor akalar. Yana boshqa ranglari ham xudo xolisa 1 oy ichida kirib kelar ekan. Aloqaga chiqsanglar, unda beushnik mashinalar ham bor ekan. Xo'p, bu ham Dorestyling ekan. O, 26 model Restyling. Qoraga apelsin. Xo'p, buni narxi necha pul ekan? Buni narxini 32 ming deyapmiz. 32 ming dollar. Aha. Naqd pul bilan kelsa yana kelishtirib berasizlar. Bunda ham rusifikatsiyasi Rusifikatsiya. oldi orqa monitor bilan faqat bitta monitordan. Yo'q, pulning. Polning. Orqa monitor hammasi rusifikatsiya bilan, YouTube'lari bilan. Xo'p, buni narxi 32 ming dollar, poliga zaryadkasi hamma narsasi bor. Yana ham tushib beriladi. Xo'p, bu oqqa apelsin ekan. Xo'p, bular ham oqqa apelsin ekan, yozib turgan qoraga apelsin. To'g'ri, 5 ta o'rindiqli. Bu G318 gibrid. Gibrid. Narxi necha pul? Narxi 33800 dollar. 33800 dollar. Qanaqa pozitsiyasi bu? Eng puli 5-chi Pnevma diskalari bormi? Pnevma diskalari bor. Xo'p. Shunaqa mashinniklarga ishonmanglar bozorda. Siz o'rtag'izmi deyman?
biz mashinniklarimiz o'rtamaymiz. Xo'p, buni play podveskalari bor ekan. 5-paysa eng full $33,500 yangi mashina. Ikki Poligi? bu rangda bor va qora rangi bor. Ha, qora rangi ham bor mana. Hozir ko'rsatib o'taman Ichida akalar. tayyor bor. Qora rangi ham bor, mana haggi rangi ham bor ekan. Haggi rang juda chiroyli ekan. Xo'p, buni narxi $33,500. Polik zaryadka. Rusifikatsiya ham qildirib berasizlar bunga. Aha, garantiya. Rusifikatsiya garantiyalari bilan 33,500 ga olsanglar bo'ladi. Chiroyli qilib xudo olsa saylab beradilar. 5-paysa eng full Mo'g'orel tepalari tushmagan ajoyib ekan. Xo'p, yana sizda qanaqa mashina bor aka? Zikr 001 ko'rdim, ha. Xo'p, uni narxi nechi pul ekan? Sport eng full pozitsiyasi narxi $52,000. $52,000 yu pozitsiya. Garantiyalari bilan. Yangi mashina yu pozitsiya $52,000 buni narxi. Oqi bor, serisi bor va qorasi bor. 3 ta rangi bor, ha. 3 xil rangi. Nalichada ko'p ekan. $52,000 dan xarid qilsanglar bo'ladi. Diskasi ham yomon kattada. Bu adashmasam 680 km uradigan, ha. 656 sal. Yu pozitsiya 26 modelmi bu? 26 model, ha? 26 model, yili 25. Yili 25-26 model. Xo'p, ana qorasi G318 di. Akamiz nomerni pastga yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqarasizlar xudo xolasa. Kimga yana shunday turdagi avtomobillar kelsa, aloqaga chiqarasizlar. Endi biz keyingi avtomobil aksiyalariga o'tamiz.